Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Mana tuvakli gullarimni ko'rsatmoqchiman. Mana aloylar, kaktuslar, tikonli. Mana bunlari ham kaktus. Atay gullarni chekkasiga kaktus qo'yib qo'yganman. Chunki nabiralarim tegnadi. Shuning uchun gullarni bir joyga to'dalab, hammasini bir joyga to'dalab, atrofiga mana shu tikonli kaktuslarni aylantirib qo'yganman. Barglarini yuladi, gullaganini yulib tashlaydi. Bolalar bilmaydi hali guldi. Shuning uchun mana monstera gulim juda ham ajoyib katta bo'lgan. Mana bu yerda petuniyalar. Kecha hammasini doriladim. Mana azizlarim, shaflera, har xil gullar bor. Dratsinalar. Mana bu yerda milochaylar, xlorofitumlar, kalonxoylar, har xil aloy gullar. Mayli devor tomonga turibdi. Kalonxoylar gullab yotibdi. Mana bu yerda ham shaflera katta bo'lib ketgan. Mana azizlarim, buni ham chekkasiga mana shunday aloylardan tikonli gullarni atrofini aylantirib qo'yganman. Mana nevaralarim kirmasligi uchun gulxonamga. Mana har xil gullarim bor azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana shu yerda kameliya gulini ham o'stiryapman. Mana bu. Mana shu kameliya guli. Qanday bo'lar ekan? Shu ham o'syapti. Qoldi kalonxoy. Mana bu gulimiz xurmo. Boyangi turshayli xurmoning urug'idan ekkanman. 4 yillar bo'lib qoldida. Mana shunday holatga keldi. Mana giran. Monstera gulimni havo tomirlari qaranglar qanday. Azizlarim, keyingi video roliklargacha ko'rishguncha deb qolaman. G'oyibona sog' salomat bo'lasizlar.